100 minggacha bo'lgan yaqinlaringiz uchun yangi yil sovg'alar ideyasi. Tan olish kerakki, 100 ming pul bo'lganiga qaramasdan uni shunchaki o'zini sovg'a qila olmaysiz. Chunki baribir hozirgi hayotda u katta qiymatga ega emas. Lekin bunga yechim 100 ming pulingizni ustiga mehringiz, e'tiboringiz va ozgina vaqtingizni qo'shsangiz, sovg'angiz ancha ma'noliroq bo'ladi. Birinchi bo'lib bu mana shunaqa imennoy initsiallar bilan zakolkalar, taroqlar va har xil kosmetikalar bo'lishi mumkin. Va aynan shu tarzdagi sovg'alar odamga o'zini unikalligini his qildiradi. Ikkinchi sovg'a shunaqa krujkadagi har xil melichlar. Aynan shu tarzdagi sovg'ada sizni vaqtingiz va e'tiboringiz ko'p ketgan bo'ladi. Sizga yaqiningiz qaysidir suhbatlarda shunchaki aytgan, o'zi yaxshi ko'radigan melichlarni yig'sangiz, sovg'ani olgan odam his qiladiki, что каждый aytgan melichi sizga ценный. Uchinchi sovg'a уже не раз распространяться qildi. Agar yaqiningiz kitob o'qishni yaxshi ko'rsa, unga siz shunaqa chiroyli o'ramda kitob sovg'a qilishingiz mumkin. Uni xarid qilib ko'chada o'rattirsangiz ancha qimmatga tushadi. Shu sababli barcha kerakli narsalarni o'zingiz olib, YouTube'da sovg'a o'rash tutoriallarini ko'rib ham o'rab chiroyli qilib o'z mehringizni qo'shsangiz bo'ladi. Agar sovg'a qabul qiluvchi odam tvorческий человек bo'lsa, unga mana shunaqa tarzdagi legolarni sovg'a qilsangiz bo'ladi. Yoki yana bir ideya, agar u yasashni yaxshi ko'rmasa, shu tarzdagi legolarni olib, o'zingiz yasab, ichiga всего лишь 3 mingga shunaqa chiroq qo'ysangiz, просто чудесный светильникка aylanadi. Muhim e'tibor, lekin e'tiborni ham har xil yo'llar bilan ko'rsatsa bo'ladi. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki keyingi safar o'g'il bolalar hamda dadalar uchun sovg'alar ideyasini gaplashib ko'ramiz.